har bir qiyinchilik ortida ikkita yaxshilik bor. Chunki agar ikkita yaxshilik bo'lmaganida Alloh Qur'oni Karimda takror 2 marta keltirmagan bo'lardi. Demak, bir musibat keldi. Biling, birodar, shu musibatni o'rnini to'ldiradigan nechta? Ikkita yaxshilik bor. Ikkita ajr bor. Ikkita fazilatli ish bor va bu dunyo jihatidandir. Oxiratda sabrimiz uchun, shukrimiz uchun Alloh taolo beradigan ne'matlar va yaxshiliklar katta va bor ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirdi. Buning misoli Ayyub alayhissalom. Ayyub alayhissalomning farzandlari 14 ta edi. 7 ta o'g'il, 7 ta qiz. 14 ta farzandlari bor edi. Alloh taolo u kishini ustlariga musibat berdi. 14 ta farzandlari birin-ketin vafot etdi. Mol-u davlatlari ketdi. Tuzalmas